Bu petuniyalarni olganimga 2 kun bo'ldi. Uyda 2 kun turdi mana. Olib kelganimdan keyin uchini kesib qo'ydim. Hammasini uzun-uzunida. Uje mana nima yonidan chiqardi. Ili chiqarmoqchi bo'lgan vaqtda men kesdimmi yo ozgina chiqarganmidi, uje eslolmayman. Bunisi mana endi chiqarib kelyapti. Bu o'zim kesdim, kesilmagan edi hech qaysinisi. Bunisi. Bunisi. Yana bularga ersakni banyo, общая уборка va damladan ozgina qo'shib 1 litr suvga sepdim. Shira tushgan edi ozgina. Barglari yozilib qoldi. Ancha-munchasini barglari bujmayib qolayotgan edi. Ko'ramiz endi 6 ta petuniya olganman. Hali garshogini almashtirmadim. Shoxchalari ko'payaversin. Bunga ozgina grunt soldim. Bunga ham soldim ozgina grunt. Garshogini almashtiraman. Shoxchalar ozgina ko'paygandan keyin. Petuniya hech qachon o'stirib ko'rmaganman. Birinchi marta o'stiryapman. Bugun 24-may. 21-may kuni olib kelgan ekanman. O'sha bugun 3-sutka ekan. Rovna 3 sutka bo'libdi. Shunga men hayron qoldim, tez o'sdimi yoki shunaqa shoxi bormidi, men tushunmay qoldim. Kelgandan keyin ozgina suv berdim. Обычный suv emas, ozgina удобрение solib berganman. Qaytib boshqa sug'organim yo'q.